Yaqinda men bir voqelikni eshitdim-da, ko'zingizga yosh keladi. Imom aytayotibdi, 5 vaqt namozni birinchi safda imomning orqasida o'qiydigan bir keksa yosh inson bor ekanlar. Namoz tugagandan keyin haligi doda imomga qarab aytibdiki, "Domla, siz menga shunday bir islomda go'zal amalni aytingki, men shu amalni qilib Allohga muqarrab banda bo'lib jannatga kiray" debdi. To'satdan savol tushib qolgan. Imom aytadi, "Dovdirab qoldim" deydi. Hech bunaqa menga birov savol bermagan. Payg'ambarimizga berilgan bunaqa savol ko'p. Lekin menga berilmagan. Qaysi birini aytsam ekan? Nima qilsam ekan? Qur'on o'qidimmi ekan bunga? Bir bas jim bo'lib qoldim deydi. Shu joyda Alloh taolo meni ilhomlantirdi. Hadis esimga tushib qoldi. Hadis nimadan iborat? Kalimatani khafifatani ala al-lisani wa thaqilatani fil mizani wa habibatani ila ar-rahmani subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Shu hadisni aytdilar. Otaxon payg'ambarimiz aytdilar. Ikkita kalima bor ekan. U kalima nihoyatda tilga yengil ekan, aytish oson. Qiyomatda tarozini juda og'ir bosadigan, savob tarafini og'ir bosadigan ekan. Va bu eng Alloh taologa mahbub so'z ekan. Subhanallohi va bihamdihi birinchisi, ikkinchisi subhanallohil azim. Shu hadisni Alloh ilhomlantirdi, men u odamga aytib berdim. Rahmat dedi. Kimni ko'rsa qo'lda ushar ekanda, masjidda jamoatda. Men imomdan so'rovdim, ikkita kalima bor ekan. Sizlar ham aytinglar. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Qiyomatda tarozilar og'ir bosilar ekan, Allohga mahbub ekan, tilga yengil ekan. Kimni ushasa, yoshi ushaydimi, qarini ushaydimi, bir oy davom etibdi. Imom aytadi, men shuni ko'rdim deydi. Keyin bir hafta yo'q bo'lib qoldi haligi odam deydi. So'radim, qani bu odam desam, bemor yotib qoldi. Ko'rgani bordim deydi, jamoatimiz bo'lgani uchun deydi. O'g'li yig'lab o'tirgan ekan deydi. Ha, nimaga yig'layapsan desam deydi, otam qushlardan ketib qoldi. Bir o'zlariga keladi-da, yana bir ketadi. Bir kun biz doktor chaqirganimizda otam qushdan ketuvdi. Doktor yonlarida o'tirganda otam o'zlariga kelib qoldi. Keksa 80 dan oshgan odam. Shunday ko'zini ochib, "Ey tabib, ey doktordirmish. Sen bilasanmi? Ikkita kalima bor ekan. U tilga oson ekan. Qiyomatda tarozini og'ir bosar ekan. Alloh yaxshi ko'rar ekan. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim" deb yana qushlardan ketib qoldi deydi. Doktor dovdirab qoldi deydi. Keyin biz aytdikki, otam shu hadis bilan yashayapti. Mana shu ikkita kalima bilan yashayapti. Biz bilan gaplashsa bilasizlarmi deyveradi. Singillarimizga ham bilasizlarmi deyveradi. Onamizga ham onasi bilasanmi shunaqa hadis bor ekan. Bo'ldi, boshqa narsani bilmaydi. Doktor ketdi deydi. Ertasi kuni otam og'irlashdilar. Yana bir o'zlariga keldilarda, qo'limni qattiq ushlab, "Bolam, menga imom aytdi. Shunaqa hadis bor ekan. Ikki kalima bor ekan. Tilga oson ekan. Tarozini og'ir bosar ekan. Xudo yaxshi ko'rar ekan. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim" deb jon berdi. Oxirgi gapirgan gapi shu. Ey inson bolasi, ey musulmon, agar vaqting bo'lsa subhanallohi va bihamdihi degin, subhanallohil azim degin. Kirma shu fitnalarga. Qiyomatda har bir hisob kitob vaqtdan olinmaydi deymizmi? Vaqtimizdan ham olinadi. Bekorchimizmi? Zikr qilaylik, istig'for etaylik. Xafa bo'lmaylik. Aksarimiz 5 vaqt namozni bir necha yildan o'qiymiz, lekin hali alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaymiz. Hali zikrlarni to'g'ri aytishni bilmaymiz. Tashahhud salovatni chalayotamiz, lekin internetda mashg'ulmiz.